Kecha qudalarim sizlardan olib ketgan modellarim menga umuman yoqqani yo'q. Shunga alishtirib bergin. Qudalaringiz o'zi kela qolsin. Ular kelgan chunki bizning do'konimizga. Gapni ko'paytiraman. Alishtirasanmi yo'qmi? Yo'q, kenajon o'zi. Alishtirmaysan-a? Yo'q. Unda o'zingdan ko'r. Voy, nima qildingiz kenayi? Battar bo'l. Tinchlikmi, nima gap? Ko'rmaysizmi xo'jayin? Tushuntirsam tushunmayaptilar. Jahl qilib sindirdilar. Xo'p, siz boravering. O'zim gaplashaman. Xo'p, tinchlikmi keling? Nima gap? Kecha qudalarim sizlardan chinni olib ketuvdi. U chinnilar meni mebelimga umuman yarashmadi. O'sha xudingizga telefon qilib bera olasizmi? Qilib beraman, albatta. Ha, bularning hisob kitobini ham ular qiladi. Alo, quda? Keldim shu do'koningizga. Qani o'zingiz gaplashing. Assalomu alaykum onajonim. Yaxshi o'tiribsizmi? Sizga bu ayol haqida nima deganim esingizdami? Onajon, nima chinni xohlasangiz hammasini qilib bera olaman. Meni qo'limda-ku, lekin bir marta sinab ko'raylik shu ayolni. Yaxshi gap eshitmadim bular oilasi haqida. Mana endi o'zingiz ham ishonch hosil qildingiz. Mayli, yaxshi o'tiring. To'y bo'lmaydi. Voy, bolam, unaqa ish qilmang. Yig'latadigan qasrdan ko'ra kuldiradigan kulba afzal. Sizga beradigan singlim yo'q. Chinnichidan yomon narsa chiqmagan. Bu boyvachchaga italyanskiydan podarka qilib yuboringlar.